Assalomu alaykum. Qarangizlar, nima yeyapman? Men bu pirojka yeyapman hozir. Sizlarga bitta qiziq holatni aytib beraman da voqeani. Hozir qornim ochqab ketib, bitta pirojka xonaga shunday kirgandim. Pirojka olmoqchi bo'lib, ya'ni bitta mana bu soskalik, ikkita bo'lchkali pirojka. Bitta opamiz tanib qolib, sizni Instagramdami, YouTube'da ko'rganman dedi. Shunaqangi xursand bo'lib ketdim, borku. Men bu pirojkani oldim. Gap bo'lishi mumkin emas, opa. Ta'mi вообще zo'r ekan. Agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, yozib qo'ying. Gap yo'q, ta'mlari вообще chotka ekan. Ikkita bo'lchka. Endi ikkita bo'lchka olmoqchi edim, qornim to'ymaymi dedim. Undan keyin bitta men bu saskalikdan ham oldim-da. Rahmat lekin boringizga shukr. Tanib qoldi-da, o'zim ham xursand bo'lib ketdim. Tanib, gapirib, ko'rsatdim videolarni. Ana akkauntingiz nomi nima edi, sizni ko'rganman dedi-da. Rahmat, gap bo'lishi mumkin emas. Shunchalik e'tibor uchun. Ingizda birga tanovul qilamiz. Mana